Vavilonda topilgan loy taxtachalar Nottingham universitetining Sutton nomidagi kolleji. New York on Trent, Nottingham, 21 oktyabr 1934 yil. Britaniya ilmiy ekspeditsiyasining rahbari professor Franklin Caldwellga, Hilla, Mesopotamiya. Hurmatli professor, sizning Vavilon xarobalarida olib borgan qazishmalaringiz chog'ida topilgan 5 ta loydan quyib qotirilgan taxtachalar sizning nomangiz bilan birga bitta kemada yetib keldi. Men qalbim quvonchga to'lib, bir necha soatlar davomida yozuvlarni tarjima qildim. Sizga darhol javob bermaganim uchun uzr so'rayman. Yozuvlarning tarjimasi ustida ancha ushlanib qoldim. Matn tarjimasi xatimga ilova qilingan. Sizning sa'y-harakatlaringiz tufayli taxtachalarni ehtiyotkorona avaylab o'rashibdiki, Xudoga shukr, ularni bus-butun qabul qildik. Siz ham xuddi bizning laboratoriyamiz xodimlaridek ushbu qo'lyozmaga bitilgan tarixni o'qib, hayratda dong qotasiz. Ko'pchiligimiz bu yerda sevgi va botirlik haqida, ming bir kechaga o'xshagan afsonalar bitilgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edik. Biroq qarzga botib qolgan qandaydir dabazirning muammolari haqida o'qirkansan, beixtiyor tavba, 5000 yil davomida olam deyarli o'zgarmagani degan o'y keladi miyangga kishini. Qiziq, men shu qadimgi yozuvlar xuddi nafsoniyatimga tegayotgandek. Men ma'lum va aniq bilimga egaman. Kollej professoriman-ku axir. Biroq birdan tuproq chang to'la Vavilon xarobalaridan allaqanday qariyaning ruhi paydo bo'lib, qarzlarni qanday to'lash va o'z hamyonini to'ldirish to'g'risida menga saboq bersa-ya? Nima ham derdik? Qadimgi pand nasihatlar bugun ham xuddi Vavilondagidek dolzarbmikin? Solishtirish juda qiziq bo'lsa kerak. Biz xotinim Mrs. Shrewsbury ikkovimiz buni o'z budjetimizda sinab ko'rmoqchimiz. Natija yaxshi bo'lishidan umidvormiz. Siz bajarayotgan savobli ishingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Sizga yordam berish imkoniyati tug'ilishini intizorlik ila kutaman. Sizning chin do'stingiz Alfred Shrewsbury, Arxeologiya departamenti. Birinchi taxtacha. Hozir ko'kda to'lin oy nur sochib turganida, men yaqinda Suriya qulligidan qaytgan dabazir o'zimning ko'plab qarzlarimni to'lashga va jonajon ona shahrim Vavilonning hurmatli fuqarosiga aylanishga qat'iy qaror qilib, oliy maqsadlarim haqqi bajariladigan ishlarimni shu hali loy qurilmagan taxtachaga yozib qo'yapman. Do'stim, oqil hamkor Matonning maslahatiga binoan tili qisiq qarzdordan obro'-e'tiborli kishiga aylanmoqchiman. O'zim uchun tuzib olgan rejamda 3 maqsad vazifa qilib qo'yilgan. Ularni bajarish mening orzu-umidim. Birinchidan, men kelajakda oilam yaxshi yashashini ta'minlashim zarur. Shu maqsadda ishlab topgan mablag'larimning 10dan birini yig'a boshlayman. Shu yerda Matonning aytganlarini bitib qo'yish zarur deb hisoblayman. Hamyonida kelajakka atalgan tilla va kumushlar saqlaydigan kishi munosib oila boshlig'i va o'z shohiga xizmatkordir. Hamyonida faqat 3-4 chaqasi bor kishi oilasi va o'z shohiga beparvo bo'ladi. Hamyoni bo'sh kishi esa oilasiga shafqatsiz va o'z shohiga xiyonatkor bo'ladi. Chunki uning dili qotib qolgan. Xuddi shuning uchun ham hayotda muvaffaqiyat qozonishni xohlagan kishining hamyonidan hech qachon tilla va kumush arimasligi kerak. Ana o'shanda uning qalbida oilasiga mehr va o'z shohiga sadoqat yashaydi. Ikkinchidan, xursand bo'lib o'zimga qaytib kelgan xotinimni to'la to'kis ta'minlashim zarur. Matonning aytishicha, vafodor xotini haqida qayg'urish erkakka kuch va o'z maqsadiga erishishda qat'iylik bag'ishlaydi. Shu maqsadda ishlab topganlarimning 10dan 7sini men uyimizni jihozlash, kiyim sotib olish, yemish hamda ozgina ko'ngil xushlikka sarflayman. O'yin kulgusiz hayotimiz ancha zerikarli va g'amgin bo'lib qolardi. Biroq biz sarf xarajatlarimiz rejada belgilangan miqdordan oshib ketmasligini
qattiq nazorat qilamiz. Rejamning kelajakdagi muvaffaqiyatini shular belgilaydi. O'zim uchun dastur qilib olgan mablag' doirasida yashashim shart. Ikkinchi taxtacha. Uchinchidan, ishlab topadigan pullarimning bir qismini qarzlarimga to'lamoqchiman. Har oyda bir marta ish haqqimning 2/10 menga ishonib qarz berganlar orasida teng bo'lib tarqataman. Shunda belgilangan muddatda barcha qarzlarimni to'la-to'kis qaytaraman. Hozir men hamma haqdorlarimning nomalarini yozaman. Faru, tikuvchi 2 kumush tanga, 6 chaqa pul. Sinjir, duratkor 1 kumush tanga, do'stim Ahmar 3 kumush tanga, 1 chaqa pul. Do'stim Zankar 4 kumush tanga, 4 chaqa pul. Do'stim Askamir 1 kumush tanga, 3 chaqa pul. Xarinzir Zargar 6 kumush tanga, 2 chaqa pul. Otamning do'sti Diyarbekir 4 kumush tanga, 1 chaqa pul. Alkaxat uylar ijrochisi 14 kumush tanga, Maton sudxo'r 9 kumush tanga. Birejik dehqon 1 kumush tanga, 7 chaqa pul. Yozuvning qolgan qismi tushunarsiz, tiklab bo'lmadi. Uchinchi taxtacha. Shu haqdorlarimga men hammasi bo'lib 119 kumush tanga va 141 chaqa pul berishim kerak. Ana shu katta qarzlarim va g'o'rligim sababli boshqa shaharlardan omad izlab, jonajon va vilonimni tark etdim. Xotinim esa otasining uyiga ketishga majbur bo'ldi. Ammo uzoq yurtlarda kulfatdan boshqa narsa topmadim. Sarguzashtlarim esa qullik bilan tugadi. Endi Maton menga qarzlardan qutulish usulini o'rgatganida dushmanlarimdan qochib ketib, ahmoqlik qilganimni angladim. Haqiqatni tushungach, men haqdorlarimning oldiga borib, hozir pullarini qaytara olmasligimni, ammo o'zim tuzgan reja bo'yicha ish haqqimning bir qismini bosqichma-bosqich keltirib berishga so'z berdim. Vaqti kelganida barcha qarzlarimni qaytarishimni aytib, ozgina sabr qilib turishlarini so'radim. Do'stlarim ichida eng yaxshisi deb hisoblaganim Ahmar ustimdan berahmlarcha kuldi va men uning uyidan g'azabga to'lib qaytdim. Birjek dehqon umuman kambag'allashib qolganini, pulni eng avval unga qaytarishimni iltimos qildi. Alkaxat uyda ijrochisi qavog'ini uyib, agar tezda kumush tangalarni qaytarmasam, xafa qilishni aytib do'qurdi. Qolganlari rejamni ma'qullab, meni qo'llab-quvvatlashdi. Hozir to'g'ri yo'lga tushib olganimda, qarzlardan qochish o'rniga ularni egalariga qaytarish oson va qalbga yengillik berishini chuqur anglayman. 4-chi taxtacha. Yana oy to'lgan kun. Men tinimsiz og'ir mehnat qilganday bo'lsam-da, ruhim tetik. Mehribon xotinim hamma ishlarimda menga suyanchiq bo'lyapti. Qat'iyatligim va tirishqoqligim natijasida oxirgi oyda tuyalar oldi-sottisida 19 kumush tanga ishlab topdim. Bu pulni men rejamga muvofiq 10dan 1ni olib qo'ydim. 10dan 7tasini xotinim ikkovimiz uyimizga sarfladik. 10dan 2sini haqdorlarim o'rtasida teng bo'lib berdim. Ahmarni topolmadim, ammo pulni xotiniga qoldirdim. Birjek xursand bo'lib ketganidan qo'limni o'pib oldi. Faqat keksa Alkaxat qarzlarni tezroq qaytarishim lozimligini aytib to'ng'illadi. Unga javoban men ko'nglim xotirjam va qornim to'q bo'lsa, ko'proq ishlab, ko'proq pul topishimni aytdim. Qolgan haqdorlarim rahmat aytib, tirishqoqligimni maqtashdi. Oy oxirida qarzlarim 4 kumush tangaga qisqardi. 2 tangani esa olib qo'yganman. Ularda hech kimning haqqi yo'q. Yuragim shodlikdan shopirilib ketyapti. Yana oy to'lgan tun. Dam olmasdan astoydil ishlagan bo'lsam-da, omadim uncha chopmadi. Men bir nechta tuyalar sotib oldim xolos. Daromadim esa 11 kumush tangadan oshmadi. Shunga qaramay, xotinim ikkovimiz rejadan qaytmaymiz. Uyga hamda yemakka sarflayotgan pullarimizni kamaytirishga kelishib oldik. Men pullarni yana rejamga asosan teng bo'lib berdim. Ozroq qism olsa-da, Ahmarning jahli chiqmagani meni lol qoldirdi. Bejerlik ham indamadi.
Alkaxat avvaliga g'azab otiga mindi-yu, men bo'lmasa bu chaqalardan voz kech, yanagi safar ko'proq olasan, deya taklif qilganimda o'zini bosib oldi. Qolganlari odatdagidek kichkina miqdorga ham rozi bo'lishdi. Yana oy to'lgan kun. Quvonchdan entikib ketyapman. Men zotdor tuyalarning bir to'dasini sotib oldim, daromadim ham shunga yarasha 42 kumush tanga. Bu oyda xotinim ikkovimiz uyga ancha kerakli buyumlarni sotib oldik va yaxshi yeb ichdik. 8 tangadan ortiqrog'ini qarzlarimga ulashdim. Hatto Alkaxat ham miq etmadi. Qanchalik oqilona reja tuzganman. Ham qarzlarimdan qutulyapman, ham o'zim uchun pul yig'yapman. Kechmishlarimni yozib bora boshlaganimdan buyon falakda oy 3 marta to'ldi. Men topgan pullarimning 10dan birini yig'ib qo'yaverdim. Uy ro'zg'orga xotinim bilan 10dan 7 qismini sarfladik. Ba'zida pul yetmay qolganida ham chidadik. Keyin rejamga muvofiq 10dan 2 qismini haqdorlarim o'rtasida bo'lib beraverdim. Hamyonimda hozir 21 kumush tanga bor va bu boylik faqat menga tegishli. Jonajon shahrim ko'chalarida xotirjam yurib, odamlar yuziga tik boqa olishimning boisi shunda. Xotinim ro'zg'orni yaxshi uddalayapti, biz baxtlimiz. Rejam bebaho. Axir qulni hurmatli kishiga aylantirishga ayni o'zim tuzgan reja sababkor bo'ldi-da. 5-taxta. Osmonda to'lin oy nur sochayotganida men anchadan buyon yozmay qo'yganimni esladim. Shu vaqt ichida oy momo 12 marta to'lib jilva qildi. Ammo bugungi yozuvimni hech qachon unutmasam kerak, chunki hozirgina oxirgi qarzimni to'lab keldim. Bugun bu hodisani xotinim ikkovimiz katta bayram qilamiz. Biz maqsadga erishdik. Haqdorlarimning uylariga oxirgi marta borganimni anchagacha eslab yuraman. Ahmar qo'pollik qilgani uchun uzr so'radi va eng yaxshi do'stim o'zingsan, dedi. Alkaxat ham unchalik jahldor qariya emas ekan. Avvallari loyga o'xshagan yumshoq, ojiz eding, endi esa har qanday bosimni ko'taradigan bronzaga aylanibsan. Mabodo qachonlardir yana pul kerak bo'lsa, tortinmay oldimga kelaver, dedi u. Alkaxatdan tashqari boshqa tanish-bilishlar, ko'pgina shaharliklar ham menga yaxshi muomala qilishyapti. Suyukli rafiqam mehr to'la ko'zlari bilan boqqanida, u mendan faxrlanayotganini sezaman. Hammasi muvaffaqiyat qozonishimga yordam bergan, o'zim tuzgan rejam tufayli. Ayni shu reja qarzlarimdan qutulib, shaxsiy boylik orttirishga imkon berdi. Hayotda yuksak cho'qqilarni ko'zlayotgan barcha insonlarga shu rejani tavsiya qilaman. Ojiz qulni qarzlarini to'lab ozod qilishga aylanishga sababkor bo'lgan rejam insonning to'la mustaqillikka erishishga yordam beradi. Hayot davom etmoqda. Shunga to'la to'kis aminmanki, rejam meni ham davlatmand kishiga aylantiradi. Nottingham universitetining Switching College, New York-on-Trent, Nottingham. 7 noyabr 1936 yil. Britaniya ilmiy ekspeditsiyasining rahbari professor Franklin Caldwellga, Hilla, Mesopotamiya. Hurmatli professor, mabodo Vavilon xarobalarida olib borilayotgan keyingi qazishmalaringiz chog'ida sizga vavilonlik tuya savdogari qariya Dabazirning arvohi uchrab qolsa, marhamat qiling. Uning loydan yasab qotirilgan taxtachalardan bitib qoldirilgan yozuvlari hozirgi zamonaviy Angliyada yashayotgan professor oilasining ulkan olqishiga sazovor bo'lganini unga ayting. Esingizda bo'lsa, 1 yil avval biz Mrs. Shrewsbury bilan qarzlarimizdan qutulish va boylik to'plab olish uchun Dabazirning rejasini amalda sinab ko'rmoqchi ekanligimizni yozgan edim. Moliyaviy tang ahvolga tushib qolganimizni ehtimol siz sezgandirsiz, ammo biz muammoyimizni hatto eng yaqin do'stlarimizdan ham yashirgan edik. Eski qarzlarimiz bizni yillar davomida tilimizni qisib kelardi va yana haqdorlardan birortasi janjal ko'tarib, gazetalarda bizni sharmanda qilishdan qo'rqib, doimo tahlika ostida yashardik. Qarzlarni to'lashga urindik albatta. Har bir shillingni tejab tergadik-ku, biroq vaziyat hech yaxshi tomonga o'zgarmas edi. Keyin faqat nasiyaga savdo qiluvchi do'konlardagina
biror narsa xarid qilishga borib yetdik. Bularning bari uzu bo'lmas halqaga o'xshardi. Urinishlarimiz zoya ketaverdi, hatto arzonroq xonadonga ko'chib o'ta olmas edik. Chunki eski uyimizning puli ham to'la-to'kis to'lab bo'linmagan edi. Umrimiz oxirgacha mushkul ahvoldan chiqa olishimizga ko'zimiz yetmay qoluvdi. Ana o'shanda biz vavilonlik keksa savdogar bilan sirtdan tanishish, uning rejasini o'qib chiqish baxtiga muyassar bo'ldik. Taxtachalardagi bitiklar bizni harakat qilishga undadi va Missis Shrusberi ikkovimiz darhol hamma qarzlarimizni ro'yxatini tuzib chiqdik. Keyin shaxsan o'zim har bir haqdorimning oldiga tashrif buyurib, barchalarini amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalarim bilan tanishtirib chiqdim. Moliyaviy imkoniyatim 20% ni qarzga to'lab berishimni ularga aytdim. Hisob-kitoblarimga qaraganda 2 yil ichida barcha qarzlarimdan forig' bo'lar ekanman. Tan olishim kerak, haqdorlarim o'zlarini juda munosib tutishdi. Baqqolimiz dono qariya qarz qaytarishning mana bunaqa yo'lini o'rgatdi. Olayotgan oziq-ovqatimizni pulini berib, qarzimizni oz-oz qismdan to'lab boraveramiz. Bu oldingidek nasiyaga savdo qilib, qarzga botib borishdan yaxshiroq. Demak, hamma haqdorlarga pullarni rejaga muvofiq to'lab borishimizni e'lon qilgach, xotinim ikkovimiz maoshning qolgan 70% ga qanday yashashni o'ylay boshladik. Gap shundaki, 10% ni biz yig'ishga qat'iy qaror qilgandik. Jamg'armamiz vaqt soat kelib, bizlarni boy kishiga aylantirishni o'ylashning o'ziyoq hayajonga solardi. Hayotimizning o'zgarishi g'aroyib sarguzashtlardek tuyuldi. Biz kerakli ashyolarga sarf xarajatlarni ro'yxatini tuzib chiqdik. Uyning ijarasidan boshladik va uni adolatli kamaytirishlariga erishdik. Keyin o'zimiz sevib ichadigan choyning sortini tahlil qildik-da, arzon narxga ham a'lo sifatli choy sotib olish mumkin degan qarorga keldik. Hatda hammasini birma-bir yozish uzoq va zerikarli. Shuni aytmoqchimanki, yangi turmush tarzimiz noxush kechmadi. Endi qarzlarimizning muddati o'tib ketayotganini o'ylamas edik. Shundanmi kayfiyatimiz chog' edi. Biz har oyda yig'a boshlagan 10% ning taqdiri haqida gapirmasdan tura olmayman. Kulishingiz mumkin, lekin bu mashg'ulot juda qiziqarli o'yinga o'xshaydi. Qarang, pul yig'ish ham xuddi pul sarflashdek quvonch baxsh etar ekan. Oz-moz pul yig'ib, mablag'larimizni biror foyda beruvchi tadbirkorlik amaliyotiga kiritishga harakat qildik va izlaganimizni topdik. Tujoriy amaliyot bizdan har oy ayni biz yig'ib borayotgan o'sha 10% pulni dastmoya qilib kiritib turishimizni talab qiladi. Endi bu mening maoshimdan to'lanadigan kelajagimiz mevasidir. Boyliging asta-sekin ko'payib borayotganini bilish dilingga orom beradi. Nafaqaga chiqadigan fursatgacha mening hisob raqamimda yig'iladigan mablag' qariganimda oilamni boqishga bemalol yetadi. Mening maoshimning o'zidan ushbu tadbirni amalga oshirish mumkin ekan. Ishonish qiyin, lekin gapim rost. Qarzlarimiz asta-sekin kamaymoqda, daromadimiz esa o'sib boryapti. Yangi yil oxirida barcha qarzlarimiz tugagach, o'zimiz qatnashayotgan tadbirkorlik amaliyotiga kirayotgan dastmoyamizni ko'paytiramiz va bir qism mablag'ni sayohatga sarflaymiz. Xotinim ikkovimiz kelajakda ham sarf xarajatlarda o'zimiz belgilab olgan 70% lik chegaradan chiqmoqchi emasmiz. Nega vavilonlik qariyaga shaxsan minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lganimizni endi tushungandirsiz. Dabazir bizni tom ma'noda inqirozdan qutqardi. Do'zax azobini boshdan kechirgan bu savdogar nimalar yozayotganini yaxshi tushunardi. Shuning uchun boshqalar uning achchiq qismatini qaytarishlarini istamay, anchagacha qimmatbaho vaqtini taxtachalarga dono maslahatlar bitishga bag'ishlagan. Hamma kelajak avlodlarga Dabazir bebaho noma qoldirgan. Tuproqqa ko'milganidan so'ng, oradan 5000 yil o'tib, yana Vavilon xarobalarida paydo bo'lgan o'gitlar hozirgi zamonda ham avvalgidek dolzarbligi ajablanarli. Sizning Alfred Shrusberingiz, Arxeologiya departamenti.